Ozroq rahmat. Yani savdo bo'layotgan joyi. Yo'qotra. Xudo bilsin. Baraka. Baraka. Mana bu Urgutdan aka mehmon akalarimiz kelibdi mana. Savdo bo'lyapti do'stlar. Mana. Mana bu seyir savdosi bo'lyapti. Bolasi yo'q buni. Do'stlar ko'ringizlar ham. Real savdo bo'lyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh aziz do'stlar, aziz chorva muxlislar. Bugun men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chorshanba Qoraburuq mol bozoriga yetib keldik do'stlar. Bugungi chestamiz 13-may hafta kuniga chorshanba, yilimiz 2026-yil do'stlar. Do'stlar, ona bola seyirlarni ko'rsatamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Like'larni bosib qo'yingizlar dumbillatib do'stlar. Ketdik. Ona bola seyirlar ko'rsatamiz. Ketdik, mana shundan boshlaymiz. Bismillah. Aka zo'rmisiz? Bu narxini nech bilyapsiz? Abi birov mani sabit qilib. Birovnikimi? Nech bilyapti ekan, bilmaysizmi? 30 million deyapti. 30 savdo bo'pti. Bilmayman. Savdo bo'lgan ekan. 30 million so'mda o'tiribdi ekan mana. Ko'ringizlar qani do'stlar. Orqalar. Mana yelinlar. Bir ikkita obunachilarimiz yelinlarni yaxshilab ko'rsatib o'tdi mana do'stlar. Ko'ringizlar qani. Keyingi savdo o'ramiz. Ixchamganasiz. Bu nech bilyapsiz do'stim? Narxi nech pul ekan? 30 millionmi? Savdo bo'ldimi? Bo'lganmi? Savdo bo'lgan ekan do'stlar mana 30 million so'm so'rayapti ekan. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Zo'rmisiz? Charchamasmi? Bolasi qaysi bu? Mana bolasi do'stlar. Maydaga ixchamganasi yerda. Bolasi maydaroq ekan do'stlar mana. Bu zo'rmisiz? Nechta savdo bo'lyapti? 22. Mana 22 million so'm realni savdo bo'lyapti ekan do'stlar mana. Sizlari ham bordir-da bir 5-6 ta. 5-6 ta bor. Bora? Bo'ldi. Men 10 ta deyish kerak emas, to'g'rimi? Mana do'stlar. Ko'ringizlar qani. Mana 5-6 litr sutlari bor, ro'zg'or bor. Bo'ylari ham taxminan 1 dan ziyod, 1.20 lar borda. Mana do'stlar. Mana realni savdo bo'lyapti. Bu 22 ga bermayapti. Bermayapti 22 ga. Nech pul berar ekan bu yoq? Ha? Bering aka. Bo'ldi. Mana. Mana lekin avi o'zidan katta ekan, yaxshi ekan. Bola. Bolasi erkak. Bolasi erkak. Bu kichik bolasi. Mana. Kichik birinchi tovush ekan do'stlar. Sutlari 5-6 litr berar ekan mana. To'g'risini aytayapti mana do'stlar, ko'ringizlar qani. Keyingi savdo o'ramiz. Ro'zg'or bob seyirlar ko'rsatamiz do'stlar. Mana ko'ringizlar. Aka zo'rmisiz? Nech bilyapsiz buni? Nech bilyapsiz? 35 deyapti. 35. Bolasi irg'achimi? Bolasi irg'achi 35 million so'm so'rayapti ekan. Sutlari nechta? Suti nechta? 15 ta suti bor. 15 litr. Mana ko'ringizlar qani 15 litr bermasa kerak u. Mana do'stlar ko'ringizlar mana 15 litr bir 2 kun 3 kunda beraman beradi do'stlar mana ko'ringizlar. Ikkinchi qorin. Ikkinchi bolasimi? Ikkinchi bolasi ekan. Bo'ylar taxminan 1.10 1.15 borda balandliklari. Mana do'stlar. Mana bolachasi. Hozir savdo bo'ldimi aka? Nech pul qildi? 30 million so'm so'rayapti ekan. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Keyingi savdo o'ramiz. Qaysi savdo bo'ldi? Bu qaysi savdo bo'ldi? Qaysi qizilmi? Nech pul bo'ldi? 31. 31? Mana shuni ko'rsatib mana tepadagi savdo bo'libdi do'stlar mana. Mana 31 million so'm savdo. Bolasi nima edi? Bolasi kichik. Bolasi kichik ekan, 10 litr sutlari bor ekan. 31 million so'mga savdo bo'libdi do'stlar. Mana. Mana shu sotdi do'stlar. Ketdik, keyingi savdo o'ramiz. Keladida va bacham. Mashina bor. Savdo bo'layotgan joylarni ko'rsatamiz do'stlar. Realni savdo bo'layotgan joylarni. Va bular sizlarmi do'stim? Nech bilyapsiz? 40 million. 40 million so'm so'ralyapti. Sutlari nechta suti?
Qaysi 40 million buni? Ha, ikkalasi ham 40 milliondan, ha? Bolachasi nima edi? Irg'ochimi? Ikkalasi ham irg'ochimi? Mana bolalar irg'ochi ekan, do'stlar. Bozor savdo bo'ldimi? Bozor 32 33 qilinyapti ekan do'stlar, mana yelinlar. Mana bunisi. Zeki 33 millionga berilmayapti ekan do'stlar, mana. Ro'zg'or bo'lsa-yer. Ketkingilar o'tiramiz. Abi chiroyli seyirni nech pul deyapsiz do'stim? 35 so'rayapman aka. 35 so'rayapsizmi? Aql kelsa ol baraka de. Mana 35 million so'rayapti ekan bu. Mana. Realni savdo bo'layotgan joyidan. Kelsa ol baraka. Bu qaysi kanal aka? Chiroqchi mol bozor kanali. Chiroqchi mol bozor kanali. Mana do'stlar ko'ringizlar qani? Mana ilinlari. Savdo bo'layotgan joyidan do'stlar. Bu 35 millionga berilmayapti. 35 ga yo'q aka. Berilmayapti. Bu savol baraka. Bering palvon, palvon bering. Mana 35 million so'mga so'ralyapti. Do'stlar. Mana. Sirni bo'ylari taxminan 1.10 borda do'stlar. Mana. Mana so'zkalar. Bolasi o'kischa. Sut qanday ekan bu? Yaxshimi ekan? Suti zo'r ekan mana do'stlar. Mana. Qiziqarli savdo bo'layotgan joylarga o'tiramiz do'stlar. Savdo bo'layotgan joylarni ko'rsataveramiz. Komil boz zo'rmisiz? Charchamaysizmi? Qandaysiz? Qani bu enalari? Mana olalarmi? Nech million deyapsiz bu olalar? 70 deyapman men kattasi. Kattasini 70 million so'rayapti, ha? Bolasi kattasimi? Mana do'stlar ko'ring. Savdo bo'ldimi? 55 million. 55 million so'm tutdi mana bu seyirni do'stlar, mana ko'ringizlar mana. Mana. Bo'ylari taxminan 1.35 borda balandliklari. Mana do'stlar. Ko'ringizlar mana. Hech pul deyapti ekan buni. 55 million deyapti ekan. 70 million so'm so'rabdi, 55 million bozor qildi ekan. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Mana katta seyir do'stlar mana. Mana keyingilari. Komil aka keyingilari nech pul? Ha, mana buni 45 deyapti ekan, 40 million so'm bozor so'rayapti ekan. Mana bolachasi. Bolacha navosmi deyman, ha? Navos. Zo'r ekan, ha, bolasi. Necha oylik bo'ldi? Bir haftalik bo'libdi do'stlar. Mana bunisicha Qayni yo'q ma'lum. Ha, buni savdo bo'lmabdi do'stlar mana. Firmaning mollari do'stlar. Mana. Mana bolalari. Komil aka bitta nomerni aytib qo'ying. 97 lik. Ayting, 97 lik. 380 88 92 do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar. Ishonimli sog'lom mollar mana. Sutlari nechta bor? Buniki 30 ta beradi. Bor baraka. Kattasi 30 ta. Bunikicha 20. Pulliga. Ha, 15 ta 20 litr berar ekan. Ikki odam bir joyga. Mana. O'ynab ko'r baraka. Savdo ham bo'lyapti do'stlar. Ketsin. Mayda shunaqa qilmammi? Mana buni bolasi qaysi? Mana bolasi. Mana bolasi. Mana savdo bo'lyapti do'stlar. Baraka. Va bu qaysini savdo qilyapsiz? Ikkita maydami. Ikkita maydanimi? O'ynab ko'r baraka. Mana mashina nima dedi bu? Realni savdo bo'layotgan joydan do'stlar. Uchkan burab. O'ynab ko'r baraka. Necha pul bo'ldi? Uchkan 70. 70 bo'ldi ikkalasi. Mana, ikkalasi 70 million so'm bo'lyapti mana do'stlar. O't qayti yo'q. Oy o'ynab ko'r baraka. Sotishyapti. Qabr bildiray, ha? Mana shu chala seyir savdosi bo'lyapti. Ikkitasini savdosi bo'lyapti-da. Baraka. Mana. Bir qoshiq sutni buzovda bo'lib. O'ynab ko'r baraka. Hozir o'rab. Yani savdo bo'layotgan joyi. Yo'qotdi. Xudo bilsin.
Baraka. Baraka. Mana bo'g'ini Keyingi sakillik do'stlar. Buni savdosi bo'lyapti deyman aka. 32 million savdo qildim. 32 32 million so'mga savdo bo'lyapti ekan do'stlar. Mana bolachasi. Mana bolasi. Bolasi irg'achmi deyman. Bolasi irg'ach ekan do'stlar mana. Bu sutlar nechta buni? 12 litr sutlari bor ekan do'stlar mana ko'ringizlar qani. Mana. Chiroqchi Molbozor akalar YouTube'ga chiqadi aka. Yutgama belli, baraka toping. Urgutdan aka mehmon akalarimiz kelibdi mana. Savdo bo'lyapti do'stlar. Mana. Mana bu seyir savdosi bo'lyapti. Aka necha pul qilyapsiz realni? 32. Bu bering mehmon akalarimizga bering. Bering bu. Ilhomjonga aytib Ilhomjon boqadi. Mana. Bu o'rtalaringizda kamroq qoldimi? O'rtalaringizda kamroq qoldimi? Bering ozroq qolsin. Barakasini bersin, bering. Senga telefon qilaman, yetalab ketadi. Urgutlik mehmon akalarimiz savdo qilyapti 32 million so'mga mana do'stlar. Mana. Realni savdo bo'layotgan joyidan. Mayli, sog' bo'linglar aka. Bo'pti, mayli. Ketdik, keyingilar o'taveramiz. Kattaroqlardan ham ko'rsataylik. Mayda-maydasidan ko'rsatdik. Nechidan buni turtdi? Savdo bo'lgan joylarni ko'rmayapmiz-da. Olaydik savdo bo'lgan joylarni ko'rsatdik. Bu olindimi? Sotilyapti. Nech pul ekan? 30 million so'm so'ralyapti mana do'stlar. Ko'ringizlar qani. Buni bolasi qaysi? Shu savdo bo'layotgan joydan ko'rsataylik-da. Ketdik, kenglar ko'rsataveraylik mana. Rahmat. Mana shuni so'raylik qani. Aka zo'rmisizlar, charchamayapsizlar. Nech pul deyapsizlar buni? 5 million so'm. YouTube'ga olsak bo'laveradimi? Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Chiroqchi Molbozor kanali. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Savdosi nech pul bo'lyapti savdosi? 31 ga yo'q. 31 million so'm savdo bo'lyapti ekan do'stlar mana ko'ringizlar. Bolasi Navozcha ham, Navozcha ekan bolasi mana. Zo'r seyir ekan, ro'zg'or bor mana do'stlar. Realni savdo bo'layotgan joyidan. Berilmayapti aka 31 ga. 31 ga yo'q. Yo'qmi? Berilmayapti ekan do'stlar mana ko'ringizlar. 31 ga berilmayapti. Avval aka suti nechta ekan buni suti? Suti nechta ekan? Sut 3 tadan 6 ta sut bor, 2 ta emchakni zo'rga beraman. 6 litr sutlari bor ekan do'stlar. Bolasidan tashqari 6 litr sut bor ekan mana. Do'stlar ko'ringizlar. Ketdik, kenglar ko'rsataveraman. Mayli, sog' bo'linglar. Siz olgan bu aka. Odamlar qo'rqatda. Ketdik mana do'stlar, keyingisini boshlab oldik. Aka zo'rmiz, nech pul deyapsiz buni? Ha? 50 million so'm so'ralyapti. Bolasi manmi? Navozchami? Urg'och. Urg'och bolasi mana, bolachasi urg'och. Suti nechta buni? 22 ta 20 taga garantiya ekan. Mana 22 ta 20 litrga garantiya berilgan. Do'stlar mana ko'ringizlar qani. Mana bitta ikkita obunachilar so'rabdi-da, buni yilinlarni ham olib ko'rsating. Mana do'stlar. Mana bolachasi. Ikkinchi bolasi aka. Ikkinchi bolasi. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Savdo bo'ldimi aka? Nech pul realni savdo bo'ldi? Ha? 44. 44 million so'm realni savdo bo'libdi do'stlar mana shu. Berilmadi. Do'stlar bu kichkina bola emas. Bo'ylari ham taxminan 1.25 bor, ha? 1.25 bor buni balandliklari. Mana. Eng kichkina kadrda olinyapti do'stlar. Mana ko'ringizlar qani. Nomer qo'yib qo'yamizmi aka? Nomer qo'yasizmi? Telefon nomer qo'yasizmi? Shartamasan? Mayli. Mana do'stlar, qaysi? Egizmi aka? Mana buni ko'rsataylik ha. Zo'rmisiz? Bu ikkitami bolasi aka? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Qanday charchamaysiz? Nech pul deyapsiz? 75? 70 ha? 70 million so'm so'ralyapti aka. Sutlari-chi?
15 litr sut beryapti ekan. Mana do'stlar. Mana bolachalar. Mashallah. Egiz ekan buni bolalari mana do'stlar. Ikkalasi ham irg'achimi bu? Ikkovi irg'achimi? Ikkalasi ham irg'ach ekan mana do'stlar, ko'ringizlar ha. Savdosi bo'ldimi? Necha pul qilyapti? 63,5. 63 million 500 ming so'm savdo bo'libdi do'stlar, mana ko'ringizlar. Bu nechinchi tumma? 2 mi? 2 ha? O'zi yosh serda ko'rinib turibdi-da. Mana do'stlar ko'ringizlar. Ikkinchi bolasi ekan. Telefon nomer qilibsizmi? Ayting. 99lik 771 5895 do'stlar, mana qiziq bo'lsa telefon qilingizlar. Mana ikkita bolasi bor ekan. Irg'achi bolasi. Mana do'stlar, sutlari 15 ta. Bemalol telefon qilaveringizlar. Mana ketdi-kenglar o'taveramiz. Realni savdo bo'layotgan joyini ko'rsataylik. Qaysi savdo bo'lyapti? Shunimi? Nech bo'lyapti ekan? 59 million 500 ming so'm savdo bo'lyapti ekan do'stlar mana. Bu bo'g'ozmi? Bo'g'oz ekan bu do'stlar, mana ko'ringizlar, bolasi yo'q buni. Do'stlar ko'ringizlar ha. Realni savdo bo'lyapti. Realni savdo bo'layotgan joydan do'stlar. Hozir so'raymiz. Nomamla gapirdimmi? Necha oylik ekan? 8 oylikmi? 8 oylikmi? 8 oylik bo'g'oz ekan do'stlar mana. Do'stlar. Keling qani. 8 oylik bo'g'oz. Do'stlar. Shu realni savdo bo'layotgan joyda. Ketdi-kenglar o'tiramiz. Ketdi-kengisi ko'rsatib turamiz do'stlar. Va buni narxi necha pul ekan, zo'rmisiz? Ha? Shuma. Pastami egasi? Necha pul deyapti ekan narxini? Egasi yo'q ekan do'stlar, kengisa o'tiramiz. Yaktinga, aka. Men bu yakni savdo qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Bu necha pul deyapsiz buni? 90 deyapmiz. 90. Bolasi nima edi? Irg'achimi? 90 million so'm so'ralyapti ekan do'stlar. Savdo bo'ldimi? Savdo 72 ga bor. 72? Mana 72 million so'm savdo bo'ldi. Bolachasi irg'achi. Bu bolasi ham o'zida ser bo'lar ekan-da. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Chiroqchi mol bozor kanali. Chiroqchi mol bozor kanali. Buni suti yo'qmi deyman aka? Bormi? 3 pulga qilay bozor. 72 million qilibdi mana. Katta ser do'stlar ko'ringizlar qani. Mana. Nechinchi bola? 2mi, 3mi? Ikkinchi bola. Ikkinchi bolasi ekan do'stlar. Mana. Mayli aka, sog'mi? Keyingi o'taveramiz. Qormanglar ey. Zo'rmisizlar, charchamasizlarmi? Necha pul deyapsizlar buni? 75. Bola erkakmi? Erkak bolasi bor ekan. Quloq qanday? Yaxshimi? Sutlari-chi? 20 ta suti bor. 20 ta? 20 litr sut bor ekan do'stlar, mana ko'ringizlar qani, bola erkak. Navvoscha. Mana. Nechinchi bola bu? Ikkinchi bola Qonida ham bormi? Mana do'stlar. Necha oylik bor qonida? 14-mart kuni qochgan ha? Ho'kizga qo'yilganmi? So'niymi? Ho'kizga qo'yilgan ekan do'stlar mana. Savdosi bo'ldimi? Realni? Savdo bo'ldimi? 58. Mana 58 million so'mga savdo bo'libdi do'stlar, mana ko'ringizlar qani. Mana. Bola erkak. Mana ko'rib olingizlar. Yeb ichishi garantiya. Mana bolachasi. Mana bolachasi. Bolachasini ko'ringizlar do'stlar. Telefon nomer qo'yib qo'yamizmi? Ayting. 90lik 4 803 ha? 800. Do'stlar, qiziq bo'lsa telefon qilaveringizlar mana. Bemalol mana. Yeb ichishi, sog'liqlari hamma narsasi garantiya. Mana. Mayli, sog' bo'linglar.
Ketdik keyingi o'tamiz. Mana shu yerni so'raylik qani. Zo'r seyr ekan. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz aka? Nech bilyapsiz buni? 42. Savdo bo'ldimi? 35 million so'mgacha boribdi do'stlar mana. Sutlari nechta bu? Bola arg'achimi? Erkakmi? Erkak mana. 4 litrdan 8 litr suti bor ha. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. Orqalarini ko'rsataylik. Keyin to'xtang. O'tmagan. Bu yerda o'taylik qani. Mana do'stlar ko'ringizlar qani. 4 litrdan 8 litr sutlari bor ekan do'stlar mana. Bor, ya'ni necha pul qildi bozor? Bo'ladi degan rost. 35 bermayapsizmi? 35 millionga berilmayapti ekan do'stlar mana. Mana do'stlar, zo'r seyr ekan, ro'zg'or bor. Ha, zo'r ekan. Nomer qo'yib qo'yasizmi bu? Nomer qo'yasizmi? Shart emasmi? Ha, do'stlar shart emas ekan. Keyingisi o'taveramiz. Mayli, bo'lsa oldim. Chiroqchi mol bozor kanali. Bozormisiz? Assalomu alaykum. Qo'yamizmi? Mana do'stlar ko'ringizlar, qancha ish bilyapsiz? 55 deyapti. 55 savdochi. 48 million so'm savdosi bo'pti do'stlar. Bola erkak ha? Erkakcha bolasi bor mana do'stlar. Sutichi aka, suti. 12 tadan 10 litrdan oshiq ekan do'stlar sutlari. Mana ko'ringizlar. Elinlari. Mana orqalari. Meni kallam bo'lar. Orqalari. Men mana ko'ringizlar do'stlar. Bemalol do'stlar ko'raveringizlar mana. Yeb ichishi, sog'liqlari hammasi joyida. Aka, nomerni ayting, nomer qo'yib qo'yamiz. 94lik 307 5905 do'stlar telefon qilaverasizlar qiziq bo'lsa. Yeb ichishi, sog'liqlari hammasi garantiya. Garantiya mana. Bemalol telefon qilaveringizlar do'stlar. Mayli, sog' bo'lingizlar. Ketdik. Xo'sh. Mana shu yerda ham bir so'raylikda. Shu bilan videomizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum. Zo'rmiz? Palvonga nech bilyapsiz buni? 50 million so'm so'raladi. Savdo bo'lyapti. Nech pul? 37 million so'm savdo bo'lyapti ekan mana do'stlar. Mana 4 tur oyoq bosar. 4 oyoq bosar. Mana bolacha navoz. Sutlari nechta o'g'a? 4 litrdan ko'p berar-ku bu. Obshi nechta beradi bir kunda? 12 ta 10 ta beradi, ha? Mana 4 ta deyapti. Voy do'stim ha. Shuni 4 litrdan ko'p beradimi? Yelini qarang. Ko'p beradi. Satilday bo'lyapti. Mana realni savdo bo'layotgan joyidan. 32 ga berilmayapti aka. 37 gami? Sutlari nechta dedingiz? Suti xohlagancha beradi. Beradi. 10 litr beradi. Beradi. Suti mo'l. Bitta mamma yo'q. Suti mo'l. Do'stlar. Mana. Chiroqchi mol bozor kanali. Mana do'stlar. Mana shuni desam savdosi bo'lyapti mana. Realni savdo bo'layotgan joyidan. 37 million so'mga berilmayapti. Mana. Xo'sh, do'stlar, videomizni shu yerda yakunlaymiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.